Assalamu alaykum. Kitap o'qishman beri avlodlar to'rbetiga xush keldingiz. Men Nuriya Rahman. Bugun men uyda. Qo'limda danliq yozg'uchi, obzorchi Yalqin Rozining "Men nemishqa obzor yozima" nomli maqola obzorlar to'plami. O'tganda munbirimizda danliq yozg'uchi Mamtimin Hoshurning Burut majrasi nomli hikoyasini o'qib berdim. Bugun Yalqin Rozining Burut majrasi haqida yozgan yana bir obzorni o'qib beraman. Temisi adabiyotimiz munozirga muhtoj. Adabiyotimiz munozirga muhtoj. Adabiyotimizning g'o'rgul hayotini o'zgartirish, uni juloliq san'at olamiga aylantirish turli obyektiv va subyektiv imkoniyatlarga bog'liq. Adabiy tanqidchiligimizmi ana shundoq qismatning ilkida. Adabiy tanqidchiligimizning rivojlanish yo'llari ko'p hollarda obyektiv omillardan ko'ra subyektiv omillarning cheklishiga va bo'g'ishiga uchrab keldi. Etiklik atalg'ularni shep keltirib vaz nasihat qilishmi shuning jumlasidandir. Yozg'uchi Mamtimin Hoshurning Burut majrasi nomli hikoyasi Kerimjon Abdurahim bilan ikkimizning orasida Kerimjonning nazarida fazilatsizlik, mening nazarimda ahamiyatli hisoblanadigan kalti majroni paydo qildi. Meningcha adabiy tanqidchilikda mardona do'qurishib qilishlardan saqlanqili bo'lmaydi. Masala buni qandoq tushunishdi. Agar u adabiy tanqidchilikdagi saqlanqili bo'lmaydigan normal hodisa deb qaraladigan bo'lsa, bu aqlga muvofiq qarashdir. Agar uningga duch kelganda o'diqib ketib, aldirab tenab, etiklik atalg'ularga murojaat qilib, muhimi fazilat deb qarab, uni axloqqa bog'lab tushunadigan bo'lsa, u bir ilmiy bo'lmagan xato pozitsiyadir. Kerimjonning Kulkilik tragediya nomli maqolasidagi tahlillarni inkor qilish maqsadida yozilgan Burut majrosining qimmati nomli maqolam Kerimjonning nazarida obzorchiligimizdagi bir-birining fikrini inkor qilish bilan xarakterlangan ko'na an'ananing davomi ekan. Meningcha Kerimjon ilgariki obzorchiligimizdagi siyosiy qalpoq kiygizishib elib berilgan ahamiyatsiz, hatta san'atga xilof munozirlar bilan adabiyot san'atining qonuniyatiga uyg'un bo'lgan normal munozirni aralashtirib tushunib olganda qiladi. Agar adabiy tanqidchilikning asar haqidagi tanqidchiligida munozira tusining quyuq bo'lishini Kerimjonga o'xshash fazilatsizlik, behuda isrofchilik, tuyuq yo'lga kirib qolganlik tanqidchilikning o'rnini tuvallatib etganlik deb qaraydigan bo'lsak, bu haqiqatanmi adabiy tanqidchilikning xarakteriga uyg'un bo'lmagan bir taraflama xato qarashdir. Bizning ilgirki obzorchiligimiz rasululloh siyosiy nuqtadan, shaxsiyatchilik, guruhvozlik nuqtasidan chiqib, munozirlashdek bema'ni yo'lda ko'p menib ketdi. Bu bir echinishli saboq. Ammo bu hargizmi o'xshamagan adabiyot qarashlari, o'xshamagan estetiklik tushunchalar asosida elib beriladigan adabiyot san'atining taraqqiyotiga foydali normal bas munozara bilan birdek xarakterga ega emas. Agar xarakteri o'xshash bo'lmagan bu ikki xil munozara o'xshashlar fazilatsizlik, behuda isrofchilik deyiladigan bo'lsa, u holda bas munozara degan hukmnimi adabiy tanqidchilik lug'atidan chiqarib etishga to'g'ri keladi. Ammo bunday qilish mumkin emas. Kerimjonning maqolasida yana adabiy tanqidchilikda munozirlashmay, har kim o'zining adabiy asar haqidagi qarashini, tushunchisini o'tirg'a qo'ysila bo'lmadimi degan bir to'liqlama fikrmi bor. Bu ming kitobxonning ming homilati bor degan
to'g'ri so'zning xato iste'mol qilinishi. Ming kitobxonning ming omilati bor degan bu estetiklik haqiqatga elastiklik xususiyat baxsh etib, uni xohlagancha kengaytib, o'zlashtirish mohiyatda bu haqiqatni sapsatiga yaqinlashtirib qo'ydi. Aldı bilan asar haqidagi har qanday baho va ta'sirot cho'qim o'zida muayyan qimmatni hozirlagan bo'lishi kerak. Undaq bo'lmaganda qabul qilish estetikasi nazariyalarining cho'ntiki ko'tirib, qo'qqisiz narsalar bilan to'shib ketadi. Yana bir jihatdan adabiy tanqidchilik bilan shug'ullanuvchilar har muqamda yo'rg'ilisimi hech qanday tanqidga inkor qilishga uchramaydigan adabiyot san'at qo'shinining alohida imtiyozga ega erki bolalardan bo'lib qoladi. Shuning uchun kaskin, rahimsiz munozirlashish intayin muhim ahamiyatga ega. Bu xalqimizning yengillanish bosqichida turayotgan madaniyat psixikalik qurilmasiga nisbatan aytgandimi intayin muhim. Biz hozirga qadar texi adabiyot san'at qonuniyatiga uyg'un bo'lgan normal bas munozara muhitini shakllantirib bo'lolmay tit bo'lib kelyapmiz. Adabiy tanqidchiligimizning bir izda cho'rgilaverganligidagi sababmi o'zining adabiyot san'at taraqqiyoti jarayonidagi mohiyatlik kuchini joriy qildira olmay kelganligidagi sababmi? Qoral bastı bo'lib qilishdak tuyuq yo'lga kirib qolganligidagi sababmi dal mushu yerda. Bizning yozuvchi shoirlarimizmi, adabiy tanqidchilarimizmi tanqidga, bas munoziraga ko'nalmayotdi va ilmiy pozitsiya tutolmayotdi. Ammo maqtanishga hammasini ko'nik. Hatto xato maqtalsimi keng qo'rsoqlik bilan xo'shal bo'lib qabul qilaveradi. Bu yerdagi masala adabiyotga bo'lgan muhabbatning sop va kuchli bo'lmasligidan, adabiy tanqid haqidagi tushunchaning cho'ltiligidan kelib chiqyapti. Bizda adabiy tanqidga ijodiyatni ilgari suradigan, asarlarga yaxshi yoki yomon deb baho beradigan, kitob bilan kitobxonni munosabatlashtiradigan bir adabiy tarkib degandek bir taraflama ta'bir berilgan. Bu vaqtdagi mulohazamni mush yerda to'xtab turay. Xo'sh, endi Kerimjon bilan bo'lgan asli majra, yushurun ma'no masalasiga kelay. Kerimjon maqolasida hammani qo'yib turib asarga murojaat qiladigan bo'lsak, bundaq chuvib to'qilishning bozor boshlig'i bilan qilchi sabab natijalik munosabati yo'qligini aniq ko'rib olamiz. Men faqat bo'yining o'ziga parakandichilik keltirib bermasligi uchunla xiyoliy dunyosida, ya'ni tushida chuvib to'qiladi. Bu yerdagi chuvib to'qilish asarni o'qigan har qanday odamga ayonki, faqat menning heliqi shopburtnikiga o'xshab ketadigan bo'yi bilan munosabatlik deb yozildi. Kerimjonning asli asarga murojaat qilib hosil qilgan bu tushanchisini inkor qilmay amalim yo'q. Chunki men ilgirki maqolamda bu hikoyadagi yoshurun ma'no qatlamlarni, dortmalash simvollarni cho'nqur yerlargacha tushunish uchun zo'qlang'uchida cho'qim milliy ruhdan iborat ma'naviy tayyorlik bo'lish kerak degan edi. Har qanday kishi o'z qalbida bundoq oshqushni hozirlamagan ahvolda hikoyaning mohiyatlik mazmunidan Kerimjonga o'xshash yakun chiqarishi tabiiy ahvol. Menning ansirash, qo'rqimsirash engining bozor boshlig'i bilan zodi sabab natijalik munosabati bormi yo'qmi? Menmi Kerimjonga o'xshash bu masalada asarning o'ziga murojaat qilib boqay. Hikoyaning beshida men burt qo'yganlarni tizimlab etibdi-dak deb anglab avval g'angirab qoladi. Keyin to'g'ri, haliqi bir yillarda soqol burtlarni qo'ychilagandek ishlar bo'lib edi. Yana shundoq bir falokat yuz berdimi ya deb o'ylab bu xil g'arit ahvolni o'zining hayot kechmishlaridagi ma'lum ishlarga bog'lab tushunadi. Shuning bilan turibla andishaga tushib qoladi.
Keyin Qo'dash Kadiri Ömercanni uchirtib, uningdan 4-5 kunning oldida muni bozorda siliga o'xshash egiz bo'y shapburtdan biri ko'p kunduzila pichoq ko'tarib odam bo'g'izlamoqchi bo'lgan o'xshaydi. Hozir bozor boshlig'ining o'zi mush ishni tekshiryotdi degan gapni anglab, mengasidan tutib chiqib ketdi. Ham darhol burti borib, bolasini uni mig'iniga qo'ymay, satrashxonaga elib berib, burtini g'irdatib etib keladi. Ayoli buning sababini so'rasa, yuragi ojiz bu xotinga rost gapni qilg'isi kelmaydi. Shu oqshimi u chuvib to'qilib tush ko'rdi. Atsi bozor boshlig'ining huzuriga chaqirtilib, nurg'un popuza hayvalarni anglaydi. Bichora burutliq o'zida qilchi gunoh yo'q turibmi, g'ing qilolmaydi. G'ing qilib qo'ysalar chuvib to'qilishdan qo'rqadi. Chunki bundaq qismat uning uchun yengilroq emas. Bozor boshlig'i bo'lsa, texmi azvaylab, mohiyatda bo'lsa u texmi qo'rqadi. Chunki u doim o'zini shirg'i minib qolgan ovchidek his qiladi. Burutliq pichoqchilar haqida Iskandar, Chingizxonga munosabatlik rivoyatlarni so'zlaydi. Oxirida menga burutingning shakli deganim tomburutmi, bomburutmi, shapburutmi, simburutmi hammasini aniq yezib, adadan qoldirmay bizga topshir, deb buyruq qiladi. Men shu kuni darhol burutining tug'ilishidan tortib o'lguchi bo'lgan qisqacha tarixini yozib chiqdim. Mana bu chuvib to'qishning boshlanishi. Kashda kir olg'uning ichida perqarab, mag'zabning ichiga cho'kib ketib, guldirg'alab qilgan ovozlarning ichida varqirab ko'rdi. Demak, bu burutliqning ruhiy tanqonligi qattiq buzilib, orami butunlay yo'qoladi. O'ltirsi qopsa, endishidan neri ketolmaydi. Ko'cha aylanib, bozorga chiqqan chaqdimi, qachon bozor boshlig'i bu bozorni uzoq o'tmay cho'qim boshqadan to'qiydi-ku deyman deb o'ylaydi. Bularning ko'rib bilish tas emaski, chuvib to'qishning bozor boshlig'i bilan sabab natijalik munosabati nihoyat quyuq. Ashundaq suv ko'rmay o'tik soladigan tantak adolat tuyg'usi qonun eng kam burutliqlarga gumon bilan qaraydigan hadislar chuvib to'qishga tayyor turadigan bozor boshlig'ining bozorida yashayotgan burutliqlar tabiiy holda ansirash, qo'rqimsirash engiga giriftor bo'ladi albatta. Kerimjon hikoyaning mazmunidagi mana shunday tushunishlik ishga reallikni nazardan soqit qilib, asardan ma'lumki, ansirash, qo'rqimsirash engi uning vujudida tabiiy degidek mavjud deb taniydi. O'zi yashayotgan tuproqqa, o'zini yaratgan xalqning qalbiga yildiz tortgan bir odamning adabiy asarlardan oladigan ta'siroti asosan o'zining turmushidan olgan ta'siroti bilan zich munosabatli bo'ladi. Men burutliqning ansirash, qo'rqimsirash enini yolg'ondan bu insoniyatga o'rtaq bo'lgan ansirash, qo'rqimsirash engi inson tabiatiga xos bo'lgan psixikalik kechirmish deb tushunib, o'zimga va yozuvchining asriga yaltiroq sifat berishni xohlamayman. Chunki yozuvchining yumurliq tabassum ichidagi yosh yuqi ko'zi mening ulug' azoblar bilan to'lgan qalblarning puchilishidan huzurlanadigan estetiklik xohishimga nihoyat uyg'un keladi. Shunga hikoyadagi menning ansirash, qo'rqimsirash engini uning vujudida tabiiy mavjud deb qaramayman. Agar shunda qaraydigan bo'lsak, Satrashning buni so'zlarini qanday tushunish kerak? Tavba deyman. Ota-bola ishqinlarni qo'shqanda bugun Satrashxonamizga kelib burutini g'irdirib atganlar 20 dan ishib ketdi. Shunchag'ala burutliqlarning hammasida ansirash, qo'rqimsirash engi tabiiy degidek mavjudmidi? Menimcha bu ro'shan
obyektiv sababga ega g'ayri tabiiy hodisa. Kerimjon maqolasi yana o'zining hikoyadagi kulka odamlarning ma'naviy tragediyani, behuda andisha, qo'rqimsirash bilan hayot xotirjamligidan mahrum qilish, ömrini qisqartib etishdak fojiani texmi gavdlantirib bergan degan qarashida chang turdiganligini aytadi. Ham mening tahlillarimni personajlarni munosabatsiz taraflar bilan behuda sharhlaydigan deb qaraydiganligini yozadi. Kerimjonning tahlilchi bo'lganda bu hikoya kitobxonlarning uzun umr ko'rishi uchun psixikalik maslahat berishni maqsad qilgan. Odatdagi fanni umumlashtirish xarakteriga ega asar bo'ladi. Bu nuqtada men Kerimjonning Burut majrosining zodi nima maqsadda yozilganligini bilmayman degan izohotiga to'liq qo'shilaman. Kerimjon haqiqatan bu hikoyaning yuksak qimmatini his qilib yetolmabdi. Agar kitobxonda mavjud reallik to'g'riliq muayyan tushuncha bo'ladi ekan, bu hikoyaning qimmatini his qilish tasgab emas. Ko'zimizni samoviy bo'shliqlarga emas, balki ostimizdagi qora tuproqqa, duch kelayotgan hayot qismatlarimizga tikadigan bo'lsaqlar, hikoyaning nima maqsadda yozilganligini bilmak tas emas. 1993-yil yanvar. Hürmetlik qarindoshlar, mana oldi bilan men Yalqin Rozning Burut majrosining qimmati haqida degan obzorni o'qib berdim. Ondan Burut majrosi degan bu hikoyani o'qib berdim. Bugun yana bir obzorni o'qib berdim. Albatta, men Kerimjon degan bu obzorchininki obzorni o'qishni xohlamayman. Xuddi Yalqin Rozi bu maqolasining oxirida yozgandek, ko'zimizni samoviy bo'shliqlarga emas, balki ostimizdagi qora tuproqqa, duch kelayotgan hayot qismatlarimizga tikadigan bo'lsaqlar, hikoyaning nima maqsadda yozilganligini bilmak tas emas. Xo'sh, oxirida damliq yozuvchimiz, obzorchimiz Yalqin Roziga aman esenliklar tilaylik. Xayr xo'sh, hurmatli qarindoshlar, bu qitimqi kitob o'qishimiz mishagicha bo'lsin. Kelar qitimliq programmamizda ko'rishaylik. Xayr xo'sh, aman bo'lgaysizlar.